do'konimizdagi teleshkalarni sizlarga birma-bir ko'rsatib o'taman. Stoy tortmali, 4 tortmali va undan tashqari Rossiya brendiga tegishli bo'lgan teleshkalarimiz ham bor. Va kulish nabor solib qo'yishga qaydiyomlik tegida kerak bo'ladi. Elektromobillar uchun kulish nabori. 220-380 larni o'tkazmaydi. Bu yoq stoy. Va narsalar taxlab qo'yish uchun teleshkamiz kichkinasi, stollari, Rossiya brendiga tegishli bo'lgan verstaklarimiz ham bor. Va Xitoy brendiga tegishli bo'lgan teleshkalarimiz ham bor. Narxi juda ham arzon chiqqan. Bu yoqda mana stoy tortma, stoy yashiklar va naborli yashiklarimiz ham bor. 5 ta tortmasida nabor kulichlari bor. Har xili turli tumani bor. 333 taligi, 368 taligi bor. Buni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Golovka nabor, trshotka, filtr nabor, bu atverka nabori, bu ham amber nabori. Bundan ham arzon kerak degan akalar uchun stoy yashik o'zlari naborni yig'ib oladi. 3 taligi va tagida kiyim-kechak qo'yish uchun stilajlar bor va bunisidan ham bor. Bularning narxi 600 mingdan 16,5 milliongacha. Bu teleshkalarimizni Toshkent, Samarqand, Xorazm do'konlaridan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi.